To'ra Qumqo'rg'on tumani Bog'ora mahallasida turaman. Turmush o'rtog'im 1-guruh nogironi bolalikdan. Men o'zim 2-guruh nogironiman. 2 nafar farzandimiz bor. 6 yosh, 2 yosh. Turmush o'rtog'im bitta oyoqlarim bilan ishlamaydi. Bitta buyrak. Buyrak yetishmovchiligi, jigarda gepatit kasalligi bor. Doimiy davolanib turishga muhtojlar. O'zim ham bolalikdan 2-guruh nogironman. Oyog'imdan 4 marta operatsiya bo'lganman. Berilgan uyga turmush o'rtog'im nafaqa pulini kesib ketadi. Faqat men 920 ming nafaqa pulim bilan kun kechiryapmiz. Zo'rg'a bu oydan bu oyga yetkazib kelyapmiz. Bir payt yetmay qoladi. Aptekalardan ham qarz bo'lib ketamiz. Bir xil apteka beradi, bir xil apteka bermaydi. Har oy gepatitni ham tez davolanmasa jigar sirroz bo'lib ketar ekan. Har oy 6 oyda analizini topshirib, dori-darmon olishga ham qiynalyapmiz. Buyrakni ham 2 marta operatsiya qildik. Salkam dializga yetib qolgan ekan birinchi operatsiyada.